Xo'p. Bitcoin'da tahlil. Tushuvchi trend, mana bu yerda bo'shliq zonamiz bor. BPC deyiladi yoki hamma treyderlar har xil aytadi. O'sha joyga narximiz keldi va chiroyli bizga pinbar shaklidagi order blok yasab berdi. Mana bu order blok. Tak. Demak, biz mana masofani ushlab qola olmadik, chunki bizda tasdiq yo'q edi. Mana shu punktdagi ssenariyni ushlab qola olmadik. Shu bois biz narx shu yerga kelsagina bitim axtarib ko'ramiz. Demak, narx H1 time frame'da order blok zonasiga keldi. Biz ichki time frame'larda, kichik time frame'larda kutib, shu holatda bitim axtarib ko'rsak bo'ladi selga nisbatan. Ko'rib turibsiz, 15 time frame'da taglashiniya hosil bo'lgan yutib yuborish shamcha. Bundan tashqari M5 time frame'da esa M5 time frame'da ham bitta sham ikkita sham yutib yuborish holati ko'rsatilgan. Xo'p, umumiy ko'rinishda biz bitim ochishimiz uchun bir nechta tasdiqlar mavjud. Shu bois biz sel bitimni ochamiz. Demak, stop loss shu order blok yuqorisiga tek profit bo'lsa, pastga, ya'ni blok zonasiga kelgan. Bundan tashqari mana bu yerda order blokdan reaksiya olib, bozor struktura jihatdan boyga harakat qilib bergan. Ko'rishingiz mumkin. Mana 582 punkt harakat bor. Bundan tashqari, demak, narx harakatini biz kuzatishimiz mumkin. H1 time frame'dagi mana bu narx, ya'ni liquidity ichilishini kutamiz. 63.230 yokida boshqa bitim ochishimiz uchun yuqoridagi mana bu liquidlarda yetishini kutishimiz kerak. Bozorda bitim ochmoqchi bo'lsak, mana shu klassdan bittasi yechilgan holatda biz tasdiq bilan bitib axtarib ko'rsak bo'ladi.